Yangi yilning ilk kunlarida ob-havo qanday bo'lishi aytildi. O'zgidromet joriy yilning 1-8 yanvar kunlari kuzatiladigan ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliqdan 3-8 daraja sovuqqacha o'zgarib turadi. Kunduzi 1-2 yanvarda 3-8 daraja iliq, 3-4 yanvarda 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, 5-8 yanvarda 5 daraja iliq bo'ladi. Buxoro, Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 3-yanvarda ba'zi joylarda yog'ingarchilik bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 5 daraja iliqdan 5 daraja sovuqqacha o'zgarib turadi. Kunduzi 1-yanvarda 7-12 daraja iliq bo'ladi. 2-8 yanvarda 10-15 daraja iliqdan 3-8 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Navoiy viloyati shimolida kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliqdan 3-8 daraja sovuqqacha o'zgarib turadi. Kunduzi 1-2 yanvarda 3-8 daraja iliq, 3-4 yanvarda 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, 5-8 yanvarda 5 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 3-4 yanvarda ba'zi joylarda yog'ingarchilik qorga aylanishi mumkin. Tuman tushishi ham mumkin. Harorat 1-yanvarda kechasi 1-6 daraja iliq, kunduzi 3-8 daraja iliq, 2-yanvarda kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduzi 2-13 daraja iliq bo'ladi. 3-yanvarda 5 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq, 4-yanvarda kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduzi 5 daraja iliq, 5-yanvarda kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduzi 3-8 daraja iliq, 8-yanvarda kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 1-yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Surxondaryo viloyatida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 2 va 4-8 yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. 3-yanvarda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 1-yanvarda 5 daraja iliq, kunduzi 7-12 daraja iliq, 2-yanvarda 5 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq, 3-yanvarda kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 7-12 daraja iliq, 4-8 yanvar kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduzi 4-yanvarda 3-8 daraja iliq bo'ladi. 5-8 yanvarda 8-13 daraja iliqqacha ko'tariladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Faqat ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Faqat va 5-8 yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 5 daraja sovuqqacha, kunduzi 3-8 daraja iliqdan 5-10 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushishi, g'arbiy shamolning yo'nalishini o'zgartirib sharqdan 7-12 metr tezlikda esishi mumkin. Harorat kechasi 2-7 daraja sovuqdan 2 daraja sovuq, 3 daraja iliqqacha, kunduzi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliqdan 2-7 daraja iliqqacha o'zgarib turadi.